Assalomu alaykum. Yaxshi turibsizlarmi? Oyoq bilan kiraveraman ichkariga bitta. Qalaysizlar? 2 kundan keyin kelaman dedim. Keling. Mana so'mkada sizga jam hisobda 73 million 500 ming olib pul olib keldik. Ana. Xudo xolasa remont chalasini bitkizib, kamkostani yopib, qarzlaringizni yopib inshaalloh sar erkinlikda yashaysiz. Eng muhim joyi mana shu eng xursandligingizda bitta xalqimizda qilib qo'ying. Chunki ko'pchilikni harakati. Sizga ihson qilganlarni, imkoniyatda berganlarni Allohim niyatida safardagilarni Allohim safarini bexatar qilgan. Ilohim. Men farzandimni ko'rganlarni Allohim jannat bilan siylasin. Ilohim. Bizdan qaytmasa Alloh akbar aytganingiz kelsin. Ana. Bugun 2025-yil 18-dekabr va'daga vafo 16-kuni video qo'yib 18-kuni kelib 73 million 500 ming so'm yig'ilgan edi, topshirib ketamiz. 48 soat ichida mana shu oilaga yordam berganlardan Alloh rozi bo'lsin. Biza boshqa proyektlarni qilganimizda ham xuddi shunaqa summa yig'ilardi. Bu zo'r natija. Lekin biz u proyektlarni 4 oy, 5 oylab qurib beramiz yo'lda. Har video qo'yganimizda ozgina qaysi videolarda 20 milliondan tushadi. Bor fakt bu. Lekin mana birdaniga 73 million yig'ib mana hozir topshirib ketyapmiz. Hammadan Alloh rozi bo'lsin va qolgan proyektimizni bitguncha bizani kuzatishda davom etinglar. Xudo xolasa bunaqa oilalarni ko'proq xursand qilishga harakat qilamiz va tez orada Sardor Salimjanov xayriya fondi ochilgandan keyin kartada limitlar va boshqa narsalar Xudo xolasa muammo bo'lmaydi va bu videoni biz opamizning roziligi bilan oldik. Ya'ni pul yig'ishimizga rozi, bizani kartaga tushishiga rozi, opamizdan videolarni olganmiz. Hammasi qonuniy, chiroyli amalga oshirildi. Hammaga rahmat. Xudo xolasa keyingi videolarda yaxshi kunlarda ko'rishguncha. Barakali bo'lsin. Bo'shadimi? Xudo xolasa endi bu qopimizdan to'ldirib boshqa oilaga ham borishimiz kerak edi.